Assalomu alaykum hammaga. Hozir biz AI bilan haqiqiy avtomatizatsiya qilishni ko'rib chiqamiz. Hozir biz Cloud va Instagram bilan birga sizni Instagramdagi cho'chilib yotgan, juda ham yomon bo'lib yotgan bazingizni, ya'ni kontent uchun bazingizni juda ham zo'r holatga keltirib, tartibli qilishni o'rganamiz va buni hammasini AI qilib beradi bizga. Biz qo'lda bu narsa qilib, kod yozib, boshqa narsa qilib o'tirmaymiz. Agar siz kod yozishdan yoki bo'lmasam AI dan umuman xabaringiz bo'lmasa ham, men sizga tayyor promptlarni, boshqa narsalarni ro'yxatini tayyorlab qo'yganman. Shunga amal qilib, shu videoni oxirigacha ko'rsangiz, siz ham albatta shu narsani o'zingiz qilib keta olasiz, o'zingiz bemalol shu narsani o'zingiz uchun qurib ola olasiz. Xullas, bizni resheniyamiz nima? Mana hammada bunaqa muammo bo'lsa kerak. Xullas, bizda mana Instagramimizda juda ham ko'p kontentlar bor. Ya'ni scroll qilamiz, Reelsni scroll qilamiz и menga o'xshab content inspiration, ya'ni kontentlarimni ilhomlanish, ko'chirish uchun shu narsani men ham qilmoqchiman deb saqlab ketasizlar shunaqa kontentlarni saved messagesga. Ko'rsanglar mana dunyoni kontenti borda, bu yerda millionlab kontentlar bor va bu narsani saqlab qo'yaman. Ertasi kuni ochmayman. Bir haftadan keyin ochmayman, bir oydan keyin ochmayman. Shu bilan bo'ldi, qolib ketdi, kontentdan eskirib ketdi. Bunaqa kontent уже aktual emas. Va men har safar AI ni o'ziga kiraman yoki bo'lmasam o'zim o'tirib miyamda nima qilishimni o'ylab chiqib yozib chiqardim kontentimni. Lekin bu narsani avtomatlashtirishga qaror qildim. Qachonki Instagramda Reels ko'rib qoldim, o'zimga yoqqan, save qildim va bu narsani mana shu Content Inspiration degan collectionimga, ya'ni kolleksiyamga saqlab qo'ydim. Shu saqlab qo'yganimdan keyin bu narsalar endi meni bitta umumiy bazamga tushadi. Notion'da men baza данных qilib ishlatyapman. Shu Notion'dagi bazamga tushadi va keyingi safar AI dan nimaiki so'rasam, menga o'zini o'zi neftema narsalarni olib kelib bermaydi-da. Menga mana shu saqlab qo'ygan narsalarimdan kelib chiqib, men o'zim xohlayib turgan bir 80-90% holatda o'zim nima xohlayapman, shu narsani yaxshiroq aniqlaydi va shu narsa bo'yicha kontentlarni olib chiqib beradi. Xullas, bizdagi mana bu boshini ushlab turgan opani holatidan, ya'ni bosh og'riq holatdan mana shunaqa tartibli narsaga o'tamiz. Ya'ni siz Instagramdagi kontentlaringizni save qilyapsiz, save qilgan kontent mana shunaqa bazaga tushadi, hamma danisi bilan. Hozir ko'rsataman bu qanaqa ko'rinadi va bu ichida transcription bo'ladi. Ya'ni nima haqida gapirilyapti, qanaqa vizualizatsiya ishlayapti, nimalar bo'lyapti, shu narsalar ketadi. Qanaqa hug ishlayapti bu yerda, nima uchun video rekka chiqqan bo'lishi mumkin. Shu narsalarni analizi ketadi va har kuni siz trigger yozib qo'yishingiz mumkin. Menga shulardan kelib chiqib kontentim uchun ideyalar ber deb. Mana shu yerda ko'ryapsiz. Har kuni kontent ideyalar yasab beryapti sizga. Va xohlasangiz kontent kalendar yasab qo'yasiz o'zingizga. Kontent ideyalardan kelib chiqib, kalendar yozib qo'yadi-da, bugun shu videoni ol, shu narsani ertaga post qil degan narsa qilib qo'yish mumkin sizga. Xullas, bu narsani bazani yasab olganingizdan keyin imkoniyatlar millionta, xullas cheklanmagan imkoniyatlaringiz bor. Xohlagan narsalaringizni qilib tashlasangiz bo'ladi. Va bu men yasagan Notion bazam. Bu yerda mana bu yerdagi hamma kontentlarim shu narsalar mana shu holatda kelgan. Aftori bor, captioni bor, nima yozilgan, collection, qaysi collectiondan kelyapti, nechta komment yiqqan bu, nechta like yiqqan, necha marta ko'rilgan. Xullas, shunaqa narsalar yig'ilgan. Mana ko'rib turibsiz, necha marta ko'rilganini ham yozib qo'ygan va ichiga bosadigan bo'lsam, ichida bu videoda hatto nima gapirilganini ham yozib ketilgan. Mana shu narsa gapirilib ketgan bu videoda deyapti. Va bundan tashqari oddiy Reels emas. Instagramda bilamiz, karusellar ham bor. Mana karusel tipdagilari ham bor. Kirib ko'rsak, rasmlarni download qilganda, karusellarni o'ziga saqlab olganda ko'ryapti. Karusel nima haqida, nima bo'lyapti, har bitta karuselda nima ketyapti, nimaga bu karusel uchgan, nimaga userlar like bosgan bo'lishi mumkin. Shu narsalarni analiz qilib, mana shunaqa holatda sizga chiqarib beradi va keyingi safar deylik, mana Cloud'imiz bor. Menga ertangi kun uchun o'zim xohlagan mana shu nima automation mavzusida Reels ideya yozib berdi. Notion bazamni ishlatdi. Shunga o'xshash prompt bersangiz, xullas u nima qiladi? Sizni Notion'dagi databasingizdan, Notion'dagi bazangizdan olib keladi va shu bo'yicha kontent yozishni boshlaydi. Agar bu baza bo'lmaganda sizga bilasiz,
qanaqa sizga kontent berishini bir dunyo narsa so'rardi, keyin siz umuman xohlamagan kontentingizni berib tashlagan bo'lardi. Umuman uchmaydigan, rekka chiqmaydigan yoki bo'lmasam sinalmagan usuldagi narsalarni berib tashlagan bo'lardi. Lekin sizda hamma narsa tayyor, sinalgan gaplar, sinalgan huquqlar, boshqa narsalar tayyor turibdi. Shu sababdan mana shu bazani ishlatish juda ham foydali bo'ladi. Hozir buni birgalikda qurishni ko'rib chiqamiz. Aytganimdek, oson bo'lishi uchun men mana shunaqa tayyor gayd yasab qo'yganman tekinga. Bu narsa hamma promptlari bor, qanaqa ketma-ketlikda nimalar qilishingizni yozib qo'yilgan bu yerda. Hozir men ham shundan ishlatib yasashga harakat qilaman. Va agar bu gaydni olmoqchi bo'lsangiz, pastda link bo'ladi. Mana shu linkdan gaydni siz ham yuklab olsangiz bo'ladi. Mana shuni ishlatib bu narsani o'zingiz uchun qurib olishingiz mumkin. Xo'p, birinchi nima qilamiz? Birinchi Cloudga kiramiz va o'zimizga kerakli project ochib olamiz. Cloudning ichidan Coworkga kiramiz. Yoki bo'lmasam eng yaxshisi kodga kiringlar. Coworkdan ko'ra kodga kirib, mana bu yerda kattaroq qilaman. Xo'p, plus bor. Bu yerdan open folder qilasizlar va xo'p, men Instagram 2 degan folder ochib turaman. Shuning ichiga qilamiz ishimizni, ya'ni hozirgi bazamizni shuning ichiga yasashni boshlaymiz. Va birinchi bo'lib biz mana bu promptni ishlatishimiz kerak bo'ladi. Esimdan chiqibdi. Xullas, bu videomiz uchun bizga kerak shu Cloudni tortib olishingiz kerak, desktop applicationni. Tortib olishni bilmasangiz, minglab videolar bor YouTube'da, ko'rib, o'rganib, shu bo'yicha tortib olishga harakat qiling agar Cloud desktop application sizda bo'lmasa. Va oldindan aytib qo'yay, Instagram akkaunt o'zingizda shaxsiy akkauntingiz emas, qanaqadir keraksiz akkaunt kerak. Umuman siz ishlatmaydigan akkauntingiz bo'lsa yana ham yaxshi, chunki akkauntni ban olish ehtimoli bor, chunki biz legalni qilmayapmiz bu narsani. Shu sababdan qanaqadir ikkinchi akkaunt, uchinchi akkaunt, to'rtinchi akkauntingiz bo'lsa, mana shuni ishlatganimiz ma'qul. Va collectionimiz bizni asosiy akkauntdan ketaveradi. Ya'ni asosiy akkauntni berishimiz kerak bu yerga. Uncha muammo ko'rmadim. Men o'zim ham asosiy akkauntini berib qo'ydim bunga va aytganimdek, ikkinchi akkaunt bo'lgani ham yaxshi, chunki keyinchalik ko'rsataman, videolarni saqlash, boshqa narsalar ham bor bunga. Shu sababdan. Xo'p, birinchi boshlaymiz. Mana bu promptni ko'chirib olishimiz kerak. Bu prompt shunchaki projectning ichiga kirib, biz nima qurmoqchimiz, nima qilmoqchimiz, nima maqsadga erishmoqchimiz, shu narsani tushuntirib beryapmiz bu prompt yordamida. Cloudga shu promptni kopiya qilasizda qo'yasiz va bu yerda mana customize degan narsasi bor. Promptni ataylab inglizchada qoldirdim. Customize degan narsaga xohlasangiz o'zbekcha yozing, xohlasangiz inglizcha yozsangiz yana ham yaxshi. Men o'zimni narsamni yozdim mana. Nima haqida qilmoqchiman videoni? Solo founder, agency, freelancer who want to automate, work with AI, bla 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 qilib yozdim va enterni bosaman. Xullas, o'zingizlar uchun mana bu yerdan model tanlaylar. Boshlanishiga project initialize uchun opusni tanlab bossanglar bo'ladi. Shu model bilan qilganinglar yaxshi. Bosaman va kutaman. Bu mana tushunib oldi bizga nima qilish kerakligini va savol so'rayapti. Bu yerda decisions need your call before build. Aytgancha men inglizcha yozib ketyapman ekan. O'zingizlar xohlasanglar, mana shu promptni eng oxirida, mana shu oxirida menga o'zbekchada javob yoz deb yozsanglar, sizlarga o'zbekcha yozadi bu savollarni ham, boshqa narsani ham, yoki ruscha bilsanglar, ya'ni ruschada qulay bo'lsa sizlarga ruschada yoz desanglar, ruschada davom etadi. Xo'p, bu yerda sizdan mana shunaqa savol so'rashi mumkin. How to read IG saves deyapti. Cookie plus install loader library browser automation deyapti. Xo'p, bizga kerak mana bu yo'l. Cookie plus install loader. Bir qilamizda mana shuni qo'yamiz. Ikkinchisiga transcription engine ga so'rayapti. Ya'ni bizda videolarni transcribe qilish bor. Eng yaxshisi mana Whisper ishlatsak bo'ladi. Whisperda local modellar bor. Agar siz ingliz tilidagi kontentlarni save qilgan bo'lsangiz, Whisperdan muammo yo'q. Buni ishlatsangiz bo'ladi. Lekin sizda o'zbek tili, rus tilidagi kontentlar bo'lsa, rus tilida ham muammo yo'q Whisper bilan, lekin o'zbek tilidagi kontentlar bo'lsa, unaqa zo'r emas lokal o'rnatgan Whisper modeli. Shu sababdan men nimani ma'qul ko'raman, yoki Eleven Labs agar sizda podpiska bo'lsa, yoki bo'lmasam OpenAI, ya'ni ChatGPTning OpenAI bor. Shu narsani ishlatishni maslahat beraman, ancha arzonroq, yaxshiroq yechim. Hozir men
Eleven Labs 11 Labs MCP connection deb qo'yaman. Ya'ni Eleven Labsni MCP orqali ulanib ishlatib shu narsani qilamiz. Xo'p, uchinchi savol, Notion Access. Notion botnets Xo'p, Notion I will connect deb yozib qo'yaman. Xullas, buni Notion'ni connectordan turib connect qilib qo'yaman hozir bu savolga javob berib qo'ygandan keyin. Hop, mana savolga javob berdim va yana kutamiz. Hop, yaxshisi bu javob yozib berguncha, ya'ni fayl strukturalarini boshqa narsalarni tayyorlaguncha biz Eleven Labs bilan Notion'ni setup qilamiz. Men bitta narsada adashibman. Eleven Labsni MCP bilan ulamaymiz. Eleven Labsdan API key yozsak bo'ladi. Mana bu yerda Eleven Labsga siz login qilganingizdan keyin akkauntingizni kiritib, bu yerda developers degan joyi bor. Mana eng tagida chap burchagida developers degan joyi bor. Shunga kirasizda, mana shu yerda yoki bo'lmasam bu yerga kirib, API keysga kirib, create API key qilasiz. Ustiga mana bosganingizdan keyin, hop, create API key bo'ladi. Create qilgandan keyin bizga nima kerak? Insta saver deb, xullas shunga o'xshagan nom yozasiz va API keyni saqlab qo'yasiz. Hop, per credit refresh period unlimited tursin, bu zarari yo'q. Bizga nima kerak? Bizga hop, speechni text qilish kerak. Mana shu speech to text degan joyga accessni bosib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va bundan tashqari nimadir kerakmi? Menimcha bundan tashqari kerak emas. Agar kerak bo'lsa, keyin yangidan key create qilib o'zgartirsak bo'ladi va bu yerdan create keyni bosasiz. Mana. Hop, create keyni bosganimizdan keyin mana shuni SK bilan boshlanadi. E'tibor bering. Copy to clipboard qilasiz. Ya'ni copy qilib berasizda Cloudga yozasiz. Here is Eleven Labs API key. Use this deb turib mana shu API keyni va ikkinchisi tursa, ikkinchi qiladigan narsamiz endi Notion'ni ulash anaqamizga. Ya'ni Cloud'imizga Notion'ni ulab qo'yamiz. Bu uchun Customize'ga kirasiz, Connectors'ga kirasiz. Connectors'dan mana shu yerdan Notion deb qidirsangiz sizda bo'ladi mana shu Notion. Notion'ni qidirib, hop, menda ulangan ekan, disconnect qilib qaytadan ulab ko'rsatib beraman. Mana bu yerda connect turadi. Bitta connectni bosasiz. Sizni Notion'dan birinchi akkaunt ochib olish esdan chiqmasin agar akkauntingiz yo'q bo'lsa. Akkauntingizga dostуп so'raydi. Mana work degan workspace'im, agar boshqa bo'lsa boshqani tanlashingiz kerak. Continue'ni bosdim. Bosgandan keyin meni qaytadan Cloud'ga otib yuborish kerak. Bu hozir otib yuboradi. Xo'p, undan keyin mana Cloud'ga otib yubordi. Cloud'ni ochdim. Va Notion'im connected mana. Notion'im уже ulandi bu yerga. Shundan keyin orqaga qaytaman. Bu yerda hop, I already connected my Notion. Workspace is work deb yozib qo'yaman. Hop, shu narsani bosdim, aytdim. Keyin bundan keyin Notion Eleven Labs local Python. Okay. Mana shu ikkalasini berasiz. Shu ikkalasini bergandan keyin enterni bosmay turing. Bu yerda yana bitta prompt bor. Bu sync layer. Ya'ni sinxronizatsiya qilib beradi Instagram servisizni Notion'ga jo'natib beradigan promptingiz. Mana shuni kopiya qilasiz va bu yerga qo'shib yozib yuborasiz. Mana tayyor. Shuni bosgandan keyin enterni bosib yuborsangiz bo'ladi. Va kutganingizdan keyin balki savol so'rab qolishi mumkin, balki bittada ishlab ketadi. Hozir ko'ramiz nima bo'ladi. Bu javob berishga harakat qilyapti, ya'ni javob bu narsani setup qilyapti Notion'da. Keyin bundan keyin ana bu Eleven Labs'ni va boshqa narsani va aytgancha mana bu SK keyni blur qilib o'tirmayman, montaj qilgim kelmayapti to'g'risi blur qilib. Shu sababdan bilaman shu sirlar bo'ladi, bu narsani ishlatib ko'rmoqchi bo'ladi. Maslahat bermagan bo'lardim. Vaqtingizni bekorga ketkazmanglar, chunki bu video chiqqanda men allaqachon bu narsani revoke qilib yuborgan bo'laman va sizlarga maslahat, bu keyni hech kimga bermanglar, chunki bu narsani berib qo'ysanglar, qolganlarni ham shu narsaga do'stlik bor va sizdan pul yechib olishi mumkin. Ya'ni sizni balansingizdan ketib qolishi mumkin qolganlar shu key bilan ishlatsa. Shu sababli bu narsaga ehtiyot bo'linglar. Va hozir nima qilishga urinyapmiz? Mana qisqaroq tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p, biz mana bu yerda xullas Instagramda saqlangan videolarimiz bor va sync.py degan bitta kod yozilgan faylimiz bo'ladi. Bu saqlangan postlarni
har doim o'qib turadida, har doim yoki har kunda nechadir marta belgilab qo'yganimizdan keyin o'qigandan keyin agar yangi post ochilgan, yangi post qo'shilgan bo'lsa, buni Notion'dagi bazamizga qo'shadi. Va Notion'dagi bazamizdan nima bo'ladi? Reelslarimiz, karusellarimiz anavi Eleven Labs'imizni ishlatib yoki boshqani ishlatib transcribe qilinadi. Ya'ni gapirilgan gaplarni tekstga o'girib olamiz. Chunki Claude bilamiz, gapirgan gaplarimizni tushunmaydi audio formatda. U baribir tekstga o'girib olish kerak. Shu sababdan tekst bilan ishlaydi. Shu sababdan tekstga o'girib olamiz va bizda smart qatlam ishlaydi. Bu nima qiladi? AI bilan summarize qilib chiqadi. Hammasini mana bu Notion'ga saqlaydi qaytadan. Hooklari nima, outline nima, xohlasak TikTok, xohlasak Instagram uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak. Bu narsani o'zingiz aytib setup qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu yoq o'zingizni kreativ g'oyalaringizdan, boshqa narsalardan kelib chiqib, umumiy ishlaydigan flowimiz mana shunaqa flow bo'ladi. Xullas bizda ikkita layer bor. Mana bu dump layer, bu tak chizsa bo'lar ekan. Bu qismimiz mana dump layer va bu qismimizni smart layer deb olsak bo'ladi. Chunki bu qismi AI bilan bizga nimadir yasab beryapti va bu qismi shunchaki fetch qilib beryapti. Bu narsani dump layer deb olsak bo'ladi. Xullas shu ishni qilishga harakat qilyapmiz va mana bu yerda ham shu narsani yasab beryapti bizga. Va ko'ryapmiz, bu narsani yasab berdi va bizga komanda berdi. Make try degan komanda berdi. Bu narsani run qilmay turamiz. Hozir 3-chi promptni qo'yib ishlatib ko'rgandan keyin run qilamiz. Mana bu faylda hop prompt 2 degani bor. Reelsni transcribe qilish, ya'ni biz bergan reelsimizni transcription'ini yozib berishimiz kerak. Kelinglar undan ko'ra birinchi mana shu make try'ni yozib ko'ramiz. Agar shuni beryapti turgan bo'lsa, bu komandani yozish uchun siz terminal ochishingiz kerak. Mana bu terminalni yoki bo'lmasam bu yerda ham Claude tepasida terminal bor. Va bu yerga make try deb yozsangiz, hop. Instagramdan cookie olish kerak. Hozir cookie'ni tushuntiraman nimaligini. Bu narsani olishimiz uchun aytganimdek bizga keraksiz akkaunt kerak bo'ladi. Yoki to'xtang. Keraksiz akkaunt emas, biz o'zimiz akkauntimiz kerak bu yerda. Va Instagramdan cookie olamiz. Mana Instagramga kiramiz. Cookie olish uchun cookies nimadir degan mana get cookies text locally degan narsa bor. Shu extensionni o'rnatib olishingiz kerak siz Chrome brauzeringizga. Chrome'ga o'rnatib olgandan keyin mana shunaqa holat chiqadi va eksport qilishingiz kerak bo'ladi. Siz ko'rsataman, qanaqa eksport qiladi. Tak. Biz nima qilamiz? Instagramga kiramiz va Instagramga kirgandan keyin extensionlarni ochamiz. Extensionsdan mana bu cookiesni tanlaymizda export qilib olamiz. Export qilgandan keyin hop, bir narsaga e'tibor bering. Siz bu cookiesni hech kimga jo'natib o'tirmang yoki share qilmang, chunki bu narsa уже boshqalarga share bo'ldimi, juda ham xavfli. Akkauntingizga dostуп olish ehtimoli katta. Shu sababdan shunchaki close'ga bering. Kerakli joylarni ekstrakt qilib, bu men akkauntimdagi cookies deb yozasiz va shundan keyin u o'zi kerakli joylarini yozib save qilib qo'yish kerak. Shundan keyin biz mana bu make try degan komandani yozishimiz kerak bo'ladi. Tak. Bu narsani blur qilib qo'yaman hozir. Mana bu cookie'miz ishladi va bizda 50 ta postlarimizni skan qildida topib kelib berdi. Instagramimiz ishladi, ya'ni dry run degan komandamiz ishladi. Va undan keyin make sync degan komandani run qilsam bo'ladi. Undan avval mana bu promptni, uchinchisini karuselni tasvirlash, karuselni tasvirlash emas, reelni transcribe qilishni olib, bu narsani past qilishimiz kerak. Lekin kelinglar birinchi mana shu metodni qo'l yozib ko'ramiz. Make try'ni yozib ko'rganimizdan keyin ko'ryapmiz, bizga Instagram anaqalarni olib qo'yib beryapti reelslarni. Va mana xullas ishladi. Bu narsaga ehtiyot bo'linglar. Ko'p run qilmanglar, chunki bu narsani ko'p qilarsanglar Instagramni shubhali qanaqadir ro'yxatga tushib qolishingiz mumkin. Rate limitlarini urib qo'ygandan keyin shu sababli promptga ham yozib ketganman. Rate limitlarga amal qilishga harakat qiladi bu. Va ehtiyot bo'lishlarini tavsiya qilaman xolos. Hop. Okay, max saves 50 ta deyapti. Va bu promptni copy qilamiz, paste qilamiz. Mana bu transcribe qilishni paste qilyapman. Bu
bizni Instagram Reels'larimizni anavi LM Labs keyimizni ishlatib tekstga o'girib beradi. Ya'ni saqlagan Reels'larimizni xullas gapga o'girib beradi. Tekst qilib yozib beradi, to есть. Va bu narsa ishlaguncha mana bu makesync degan komandamiz bor bizni. Ichiga yozib qo'yganman bu anaqani ham FreeGuide'ning ichiga. Mana shu makesync degan komandani birinchi make try'ni yozib qo'ygandan keyin agar hammasi yaxshi bo'lsa, mana bunaqa rezultat ko'rsanglar, bu makesyncni run qilib ko'rsanglar bo'ladi. Bu narsa nima qiladi? Xo'p, Notion'da o'zi database ochib, Instagramdagi narsalarni save qilib, xullas Notion'ga yozib beradi template'larni va yozib bergandan keyin mana bu narsa tayyor bo'lgandan keyin siz ikkinchi komandani ko'rsataman, shu narsani run qilishingiz kerak bo'ladi. Lekin birinchi hozir makesyncni run qilishingiz kerak, mana shunga o'xshatib. Mana bu saqlangan videolarni olyapti va Notion bazamga saqlab chiqadi hozir biroz vaqt o'tgandan keyin. Orada bir narsa esdan chiqibdi, bir narsani qilmabmiz. Notion'da internal token create qilishimiz kerak. Mana Notion token is empty deyapti. Biz internal integration token qilishimiz kerak va Notion'ga berishimiz kerak. Buni qilish uchun hop Notion'ga o'tamiz, yozamiz Notion internal token create deymiz va buni ham adashmasam developer accessdan qilish kerak edi. Hop, developers notion.com ga kiramiz. Mana shu yerda yo'q. O'zimiz Notion'ga kiraveramiz, kirib qo'yaveramiz. Mana bu Notion'ga kirgandan keyin internal integration Notion deylik. Hop, Notion API connections. Menimcha mana shu bo'lish kerak, Notion API connection bo'lish kerak. Xo'sh. Katta ehtimol shu. Open Notion qilamiz bu yerdan. Notion. Shu yerda developer bormidi? Orqaga qaytamiz. Mana bu link ekan, create integration with Notion API degan link. Shu yerdan in your left sidebar navigate to settings. Okay, Notion'ni ochib olaman yana qaytadan. Bu yerda aytayapti settingsda connections degan tab bor. Chap tomondan settings chiqadi deyapti. Shu yerdan bundan qidirmaymiz. Settings. Mana settingsga kiramiz va bu yerda connections kerak bizga. Mana connections. Connectionsdan menimcha go to developer portal qilish kerak va bu portaldan biz Notion connections, mana connectionsga o'tamiz portaldan va new connection qilib bizga access token kerak. Access tokenga saves deb yozib olamiz. Installable in o'zimizning workspace'imiz work bo'ladi bizda. Shu narsani tanlab qo'yishimiz kerak bo'ladi va create connection qilamiz bundan keyin. Create connection qilgandan keyin mana bu access tokenni ko'chirib olishimiz kerak bo'ladi. Biz copy qilasiz shu narsani, ko'chirib olasiz. Va bu yerda kerakli accesslar mana read content, update, insert content bo'lsin va read comment, insert comment shart emas bizga. Ko'chirib olgandan keyin hop qaytamiz cloudga. Here is Notion internal token deb boramiz. Mana shunaqa NTM bilan boshlanadi bu. Shu narsani berib olishingiz kerak. Mana o'zi ham so'rayapti, Notion tokenni ber menga deyapti. Boom qilib beraveramiz va kutamiz. Xo'p, bu test qilgandan keyin aytayapti, senda Insta Salesga ulanmagan deyapti. Xullas biz nima qilishimiz kerak? Instagram Sales degan narsani Notion'da ochishimiz kerak. O'zimiz Notion'imizdan va ochganimizdan keyin o'ng tomon tepada mana bu yerda connections degan narsa bor. Shu connectionsdan add connection qilib, hop bizga mana bu Insta Sales hozir create qilgan connectionimizni bitta bosib qo'shib qo'yishimiz kerak bo'lar ekan. Mana qo'shib qo'ygandan keyin try again deb yozamiz va bu qaytadan tekshirib ko'radi. Hop, va bu narsani bergandan keyin bu yerda menga mana bu makesync degan komandamizni esinglarda bo'lsa, bu o'ng tomondan run qilyapti turdik. Bu narsani buni ichida run qilib beryapti. Makesyncni yozib beryapti o'zi va Instagramda mana postlarni makesync nima qiladi? Postlarni olib keladida Notion'ga saqlab ketadi mana.
50 tadan 50 ta created, hech qanaqa error bo'lmadi. Agar error bo'lsa, shunchaki bergan xatolikni Cloud'ni o'ziga berib, "Davay shuni to'g'irla" desangiz, to'g'irlab beradi. Shunaqa holatda ishlashingiz kerak bo'ladi. Va mana xo'p, bu narsa qilindi. Orqaga qaytib, mana bu Notion'ga kirsangiz, hozir datasini ko'ramiz, yangi qo'shilganlarni. Bu narsalarni qo'shib berib ketadi sizga. Tak, data. Sayt bo'yicha sort qani? Sort descending qilamiz mana. Eng oxirgi save qilgan yangi kontentlarni mana bu yerga qo'shib berib ketdi. Xo'p, mana shu holatda ishlaydi. Endi nima so'rayapti? Instagram cookie use download. Yetta developer degan library bor bizda. Bu reelslarni download qilib, uni transcription qilish. Bu narsa uchun siz asosiy tokeningizni ishlatmasligingiz kerak. Bu narsa uchun siz ya'ni asosiy akkauntingizni ishlatmasligingiz kerak. Bu narsa uchun ikkinchi akkaunt kerak, qanaqadir keraksiz akkaunt kerak. Siz shu yerga xo'p, mana bu agar sizga ikkinchi akkauntni ishlatish degan option bergan bo'lsa, shu narsani bosishingiz kerak. Give burned cookies degan narsani bosyapman men. How many reels to transcribe? Shunchaki 3 deylik bo'ldi. Hozir men nima qilaman endi? Instagramga kiraman va keraksiz akkauntimga switch qilaman bu yerdan. Switch accounts. Tak. Mana shunga kiraman. Va ana bu extension o'rnatgan esinglarda bo'lsa, cookie extract qiladigan extensionni, shu narsani buni ichidan turib kopiya qilib olishim kerak. Mana bosaman, export qilaman. Tak, export qilganimdan keyin bo'ldi, export bo'ldi. Endi shunchaki kirib, mana bu downloadsga o'taman. Mana shu hozir kopiya qilganimni pas qilaman, buni ichiga qo'shib Cloud'ga berib, here is my secondary account cookies deb berib yuboraman. Ya'ni bu meni ikkinchi akkauntimni cookie'lar deb berib yuboraman va bo'ldi, qolgan narsani o'zi hal qilib yuboradi. Xo'p, bundan keyin yana nima bor ekan bizda? Mana bu yerda karusellarni tasvirlash degan narsa bor. Prompt bu majburiy emas. Ya'ni sizga kerak bo'lsa qiling, kerak bo'lmasa qilmang. Chunki bu narsa qo'shimcha API use yoki OpenRouterdan yoki Codecsni ishlatib qilishingiz kerak bo'ladi bu narsani. Qo'shimcha narsa, shu sababdan hozir qilmay turamiz, vaqt ko'p ketib qolar ekan. Va 4-promptga o'tamiz bundan keyin, buni berib olgandan keyin. Xo'p, 4-promptimiz bu idiot command. Ya'ni har qanaqadir intervalda bergan narsalarimizni ideyaga aylantirib tura oladigan komandamiz ekan. Birinchi buni berib olamiz va kutamiz natijani javob berishini. Xo'p, tushuntirib ketay, bu narsa nima qiladi? Aytganimdek, biz Instagramdan videolarni yuklab olishimiz kerak. Yuklab olgandan keyin ovoz formatiga o'tkazib, ovozni tekstga o'tkazamiz. Shu sababdan bu narsa uchun asosiy akkaunt ishlatmayapmiz. Chunki biz noqonuniy yo'l bilan, ya'ni Instagramga yoqmaydigan yo'l bilan juda ham ko'p request yuboramiz va yuklab olamiz videoni. Shu sababdan mana shu yo'l yaxshiroq va xavfsizroq. Xo'p, mana bu narsani ishlatyapti va undan keyin make transcribe degan komandamiz bor. Shu narsani run qiladi-da, ishlatib ko'radi va u bizga to'liq tekstni yozib berishi kerak bo'ladi buni. Ya'ni videomiz tekstni yozib beradi. Mana ko'ryapmiz, berganimizdan keyin bu narsani transcription qilib berdi mana. 3 tadan 3 tasi success bo'ldi, hech qanaqa xatolik chiqmadi deyapti va buni Notion'ga kirib tekshirib ko'ramiz. Notion'ga o'tgandan keyin bu yerda open qilamizda, bitta refresh qilishimiz kerak. Notion'ga o'tganimizdan keyin buni ochib, xo'p, buni ochib mana bu joyini qarasak, mana shu yerga yozib qo'ygan bo'ladi bu narsani. Xo'p, buni tekshiryapmiz, transcribe ishladi deyapti. Mana Notion'da tak, mana shu joylari transcriptiondan kelgan rezultat bo'lishi kerak hozirga. Mana shu 3 tagina narsani transcribe qildi. Test qilish uchun shu sababdan hammasida yo'q bo'lishi mumkin. Hozir siz nima deysiz? Promptda yozib yuborasiz, davay hammasini transcribe qilishimiz kerak deysiz va katta ehtimol make transcribe batch degan komanda beradi sizga, shuni ishlatishingiz kerak bo'ladi. Lekin bu narsa sal ko'proq vaqt oladi. Shu sababdan bu narsani xo'p, kompyuteringiz yoniq bo'lishi kerak bu narsani qilish uchun, agar hamma narsangizni bittada transcription qilmoqchi bo'lsangiz. Va bu shunaqa transcription yasab beradi. Bundan keyin nima qilishimiz kerak? Bundan keyin mana bu idiot degan komandni olamiz. Bu narsa bizga yangi g'oyalar olib kelib beradi. O'zimiz anaqamizdan kelib chiqib
shunchaki pas qilamiz va yangi komanda qo'shtiryapmiz biz o'zimizni applicationimizga va kutib turamiz. Xo'p, bu IDET komandamiz ham tayyor bo'ldi va Notion'ga bizga kerakli bazani yasab berdi Notion'dan va mana bu yerda test uchun 10 tacha ideyalarni yozib berdiki, o'zimizdan kelib chiqib saqlab olganimizdan. Va bu men boshida bergan qanaqa auditoriya uchun, kimlar uchun qilyapman shu narsani eslab qolib o'ziga yozib olgan va shu bo'yicha yozib chiqdi va mana bu yerda ham aytyapti. Trail, Knife and Synth promo bor ekan, bu narsalarni yo'qotib tashladim o'zing collectioningdan. Bu narsani hisobga olmadim deyapti va qolgan hammasini hisobga olib menga ideyalar beryapti mana. Mana shundan inspire bo'lgan birinchi ideya bu, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi ideya mana shunaqa ideyalar beryapti. Agar inglizcha yozsa, o'zbekchada yoz deysizlar, boshqa narsa qilasizlar, yaxshi ketadi. Lekin men Cloud'dan ko'ra o'zbekchada ko'proq kodeksda, ya'ni ChatGPT'ni prilojeniyasida ma'qul ko'raman, chunki o'zbekchada ancha tabiiyroq chiqyapti bundan ko'ra, Cloud'nikidan ko'ra. Agar xohlasanglar shu kodeks ishlatib yasasanglar bo'ladi buni. Va bitta narsa so'rayapti bu yerda. Tell me approval all. Yettita pick numbers to approval. Yo'q. Xo'p. Okay, bizda mana aytyapti content idea degan narsa sozdaz qilib qo'ydim Notion'da. Mana bu yerda private content ideas bor va nima qilishimiz kerak? Yana bir 3 ta nuqtasini bosishimiz kerak buni. Bu tarafdan. 3 ta nuqtani bosgandan keyin bu yerda connections bor. Shu connectionga Insta Saves'ni qo'shib qo'y deyapti buni yana qaytadan. Buni qo'shib qo'yamiz va qo'shib qo'ygandan keyin Insta Saves to content ideas in Notion deyman va tell me approval all or pick numbers to approve or just on approval. Okay. Mana shu ideyalardan qaysi biri senga yoqdi? Birinchi, ikkinchi, uchinchi deb tanla yoki hammasi deyapti. Men prosta hammasi deyman va shularning hammasini mana bu yerga yozib chiqadi menga. Approve all va o'zbekchada yozyapman nimadir deb. Write all hammasini, ularning hammasini o'zbekchada yoz deyman va nimalar deyishim mumkin. Har biri uchun bir nechta hook variantlarini yozib chiq. Avvalgi save collectiondan kelib chiqib yaxshi uchgan hooklardan deb yozaman va bu narsani menga qo'shib berishi kerak bo'lishi, ya'ni qo'shib berish kerak bu yerga. Hozir ko'ramiz. Hop, bu mana bu komandani tugatdi va ko'rib turganimizdek o'zbek tilida bizga kerakli narsalarni yozib berdi va ideat degan komandamiz ishlashni boshladi. Xo'p, endi nima qilishimiz kerak? Notion'ga o'tib tekshirib ko'ramiz. Notion'ga o'tgandan keyin mana bizga yangi o'zbek tilida videolarimiz uchun ideyalarni yozib beryapti. Bu yerda har xil mana process tools, teach, process proof tools, xullas qanaqa yo'nalishda shu narsani yozyapti. Instagram, TikTok, YouTube uchun yozyapti ekan. Priority'si qanchalik priority'da qilishing kerak. Xullas shunaqa narsalarni yozib bizga mana saqlangan postlaringizni bitta prompt bilan interaktiv dashbordga aylantiring degan hook content beryapti, hooklar beryapti. Mana strukturasini beryapti, nimalar gapirishimiz kerak va umuman shu narsalarni yozib chiqyapti bu yerda mana. Shunga o'xshatib yozib chiqyapti buni. O'zingizga moslab xohlagan strukturada qilib olishingiz kerak. Shunchaki promptga shunchaki shu yerning ichidagi promptga yozishingiz kerak bo'ladi. Va bu narsani qilish, qanchalik to'g'irlash, nimalarni to'g'irlash hammasi o'zingizga bog'liq. O'zingiz komanda berasiz, o'zingiz aytasiz, qilib chiqadi. Xohlasangiz, mana misol uchun xohlasangiz bundan keyin o'zingizga qanaqadir kalendar yasatib oling web dashbord bilan. Shu kalendarda ishlatib turadi va aytasiz har kuni soat 9:00 da yoki 10:00 da bu narsani qil. Ya'ni ideyalar tashlab tur menga, ideyalar ko'rsatib tur, shu narsani ko'rib turishim kerak degan narsa yozib qo'yasiz va kompyuter yonida bo'lsa shu narsani qilib bera oladi bu. Umuman bu narsa endi o'zingizni kreativ o'ylashingizga, ya'ni kreativitiga bog'liq. O'zingizni nimalar xohlashingizga bog'liq bo'ladi, lekin men sizga bu yerda asosiy bazani, asosiy bazaviy tushunchalar, bazaviy ustanovkalarni ko'rsatib berdim va mana bu faylni ham sizga share qilib beraman. Aytganimdek, bu kommentda yoki pin qilingan, ya'ni descriptionda, tavsiflarda yoki pin qilingan izohlarda bo'ladi. Shu yerdan topsangiz bo'ladi bu tekin guideni. Va bu yerda yana bitta yangilik bor, yana bitta muhim xabar bor. Agar siz mana shunga o'xshash aytaylik, mana bu har kuni 1 soat, 2 soatlab vaqtingizni oladigan ishda hozir yarim soat ichida shu narsani to'liq setup qilib qo'ydingiz, to'liq avtomatlashtirib qo'ydingiz va endi kuniga 5 minut ichida bitta komanda bilan ideyalarni siz yozdirib olsangiz bo'ladi. Shunaqa narsalar
o'zingiz hayotingizda minglab topiladi. Umuman ertalab tursangiz emaillar yoki Telegramdan kelgan xabarlar, boshqa narsalar, siz mijozlaringizdagi xabarlar, shunaqa narsalarni minglab narsalarni automation qilsa bo'ladi AI bilan. Va men aytayotgan narsa mana xullas boshlagan narsamiz AI bilan automation qilish bo'yicha, ya'ni AI avtomatizatsiya qilish bo'yicha bootcamp boshlaganmiz. Agar sizga qiziq bo'lsa, descriptiondan topishingiz mumkin. Buni forma to'ldirib, qatnashishga qiziqish bildirishingiz mumkin. Biz sizga aloqaga chiqamiz va gaplashamiz. Bu yerda nima o'rgatamiz? Juda ham zo'r mavzular bo'ladi. Birinchi o'rinda AI ni asoslari, qanaqa ishlaydi, nimalar LLM, context, prompt engineering va agentlar nima, shu narsalarni o'rganamiz va biznes plan qurishni o'rganamiz. O'zingizni biznesingiz yoki qanaqadir ishingizga kerakli narsalarni xullas fayllar yoki bo'lmasam xotiralarni bitta joyga jamlab, shu bo'yicha ishlashni o'rganamiz. Xuddi mana bu Instagram databasiga o'xshatib. Va AI agentlar qurishni o'rganamiz. Har xil o'zimizni og'riqlarimizdan kelib chiqib avtomatizatsiyalar, vibe codingni o'rganamiz. Siz dasturlashni bilmasdan turib mana shunga o'xshagan narsalar qila olasiz va o'zingiz qanaqadir og'rig'ingizdan kelib chiqib real solution bera olasiz. Mana shunga o'xshab 8 hafta ichida, ya'ni haftada bir bo'ladi offline darslar. 8 haftalik dars mo'ljallangan va bu yerda aytganimdek minglab solutionlar bor. Ya'ni sizga qanaqadir tayyor promptlar yoki tayyor yechimlar bermayman bu yerda. Sizga xuddi aytadi-ku, baliq och qo'ygan odamga baliqni o'zini berib qo'yman, baliq ovlashni o'rgat deydi-yu. Xuddi shunaqa narsa. O'zingizni og'riqlaringizdan kelib chiqib, o'zingizga avtomatizatsiya yasash. Misol uchun mana biznes egalari o'zlariga nimalar yasoladi bu narsani o'qib, AI ni, ya'ni Cloud Codex boshqa narsalarni ishlatishni o'rganib, Hermes agentlarini, shu narsalarni o'rgangandan keyin o'ziga aytaylik, leadlari bor. Leadlarni qualification, ya'ni leadlarni saralaydigan o'ziga sistema tuzoladi, dashbordlar, CRMlar yasoladi AI bilan o'ziga kelib chiqib, ya'ni o'zini servislaridan kelib chiqib. Umumiy har kuni qo'lda qiladigan reportlari, hisobot, boshqa narsalarini dashbordga qo'yib qo'yadi va avtomatlashtirib qo'ygan bo'ladi. Yoki bo'lmasam o'ziga agent yasab oladi. Ko'pchilik aytayapti-ku, Jarvisdagi agentni. Jarvis endi umuman men Hermes agent yasashni o'rgataman. OpenClaw emas, Hermes ancha yaxshiroq perform qiladi bu, ishoning. Bu narsani o'rgataman va shu narsani yasashni o'rganamiz. O'zingizga Telegramning ichida turgan shaxsiy yordamchi yasab olasiz va nima komanda bersangiz, hamma narsasini o'zi o'rganib ketadi. Nimadirni bilmasa o'rgatib qo'ysangiz, bilib ham ketadi. Hatto men video editingni ham o'rgatib qo'yganman. YouTubedan video beraman, qirqadi, qo'yadi, xullas Reels formatga o'tkazib, muzikalar orqasiga boshqa narsalar qilib qila oladi. Shunaqa narsalarni qila oladi. Agar siz sotuvchi bo'lsangiz, ya'ni sotuv komandangiz bo'lsa, klientlarni sotuvdan avval research qilish, qanaqadir o'zingizga mini CRM, qanaqadir mitinglarga chaqirib, mitingdan kelib chiqib sotuvingizga har xil notlar, shunaqa narsalarni yasaydigan agent yasasangiz bo'ladi bu narsani o'rgangandan keyin. Yoki SMM yoki bo'lmasam Instagramda siz creatorsiz, content creator. Shunaqangi narsalar bor. Xuddi bundan ham zo'r yechimlar bor. Kontentlaringizni avtomatlashtirish yoki bo'lmasam content kalendar, reelslar bilan ishlash, shunaqa narsalarni avtomatlashtirishlarni ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Agentlar bo'lsangiz yoki freelancer bo'lsangiz, shunaqa narsalarni yasashni o'rganib, xizmatingizni sotsangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasam hisobotlar tayyorlash, qanaqadir o'zingizga kerakli narsalarni avtomatlashtirsangiz bo'ladi. Umuman olganda bunaqa narsalar minglab yechimlar bor va shunaqa narsalar turibdi. Va biz o'rgatadigan narsalar ham aynan shu. Siz Cloudni juda ham mukammal o'rganasiz yoki Codexni mukammal o'rganasiz, AI agentlar yasashni o'rganasiz va AI agentlar bilan yoki bo'lmasam AI bilan o'zingizning ishlaringizni avtomatizatsiya qilishni o'rganasiz. Umuman olganda shu narsalarni o'rgatish rejada bor. Va agar siz bunga qiziqishingiz bo'lsa, aytganimdek, pastda link qoldiraman formani to'ldiring, yana ham ko'proq gaplashib, yana ham ko'proq ma'lumot olishingiz mumkin bizdan. Va kim biladi, balki bu sizga juda ham foydali bo'ladi. Shu sababdan formani to'ldirishni esdan chiqarmang agar qiziqarli bo'lsa va free guide-ni ham esdan chiqarmang. Va yana bir narsa, meni Telegram kanalim bor. Mana shu kanal Mabrur chiziqcha dev. Shu kanalga ham follow bo'lsangiz bo'ladi, chunki bu yerda deyarli har kuni men
shaxsiy narsalar yoki bo'lmasam AIga oid narsalar, shunaqa narsalarni yozib turaman. Ya'ni YouTube, Instagramdan ko'ra shu yerda ko'proq aktivman. Shu yerdan meni topishingiz mumkin. Mana shunaqa videolar yoqqan bo'lsa, bu videoga like bosib qo'ying va kommentlarda yozing, keyingi safar qanaqa og'riqlar bor, nimalarni avtomatizatsiya qilsak bo'ladi. Shu narsani yozib keting. Men qilishga, video tayyorlashga harakat qilaman va bugungi e'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.